Alo. O'zim sizga telefon qilmoqchi bo'lib turgandim. Sizga hammasini tushuntirib beraman. Lekin bu telefonda gaplashadigan gap emas. Iltimos, biror joyda ko'rishib gaplashaylik. Assalomu alaykum. Bu yerga qaysi yuz bilan kelding? Bu nima deganingiz? Nimaga kelding deyapman, nomussiz? O'zingiz ertalab telefon qilib, kechga mijoz bor dedingiz-ku? Ishlaysan dedingiz. O'shanga keldim. Demak, ishlagani kelding. Sen qizni o'zi yuzing bormi? Meni o'g'lim bilan nimalar qilib yuribsan, ha? U masalami? Ozgina anglashilmovchilik bo'pti. Ikkinchi marotaba o'g'limni atrofida qorangni ko'rmay qiz. Tushundingmi? Xo'p, opajon. Aytdim-ku, ozgina anglashilmovchilik bo'pti deb. Bo'ldi, o'g'lingiz bilan orani ochiq qilamiz. Gap tamom. Bo'pti, kir. Hozir kelib qolishadi. Xo'p. Ichkarida kiraver. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. O'tiring. Yeb qo'ymayman. Namuncha shoshqolasiz? Shoshmang. Avval bir narsani sizdan so'rab olmoqchi edim. Xo'p. So'rang. Xohlasangiz jonimni ham beraman. Joningiz o'zingizda qovursin. Unda ayta qoling sabrimni sinamasdan. Bu ohu ko'zlarga yetish uchun yuragim, ichlarim qizib ketyapti-yu. Bilasizmi, bugun nimagadir Rahima opani kayfiyatlari yo'q. Nima biror muammolari bormi? Siz bilasiz deb o'yladim, shunga so'rayapman. Ha. Bir ikkita muammolar chiqib qoldi, lekin siz xavotir olmang. Hammasi joyiga tushib ketadi. Bizning ishimiz boshqa. Shoshmay turing. Avval gapimni oxirigacha eshiting. Qanaqadir qiz haqida gapirayotgandinglar. Tergovga chaqirishibdimi? Mabodo xabaringiz yo'qmi? Ha, o'sha qizning masalasi. Bir Jononga yordam bergandik. Opam ikkimiz. Bizni noto'g'ri tushunib, ahmoq o'zini o'ldirib qo'yibdi.